Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan samolyotlarning uchishini ta'minlovchi ko'tarish kuchi haqida gaplashamiz. Ko'tarish kuchini turlicha ifodalash mumkin. Ushbu formula ko'tarish kuchining matematik ifodasi. Videodan chiqib ketmang, chunki bu ko'ringanichalik murakkab emas. Bu formula ko'tarish yoki lift formulasi deb ataladi. Keling, avvalo qanot va havo bilan bog'liq asosiy tushunchalarni aniqlab olamiz. Bu qanotning kesimi. Agar qanot aynan o'rtadan kesilsa, kamber chizig'i hosil bo'ladi. Qizil rangdagi chiziq. Kamber chizig'i qanot qalinligining markaziy chizig'i hisoblanadi. Ya'ni, kamber chizig'i bo'ylab har bir nuqtada yuqori qism pastki qismga teng masofada joylashgan bo'ladi. Kamber chizig'i qanotning old tomonidagi nuqtada oldingi qirrani, orqa tomonda esa orqa qirrani kesib o'tadi. Shu ikki qirrani to'g'ri chiziq bilan tutashtirsak, bu akkord chizig'i yoki shunchaki chord chizig'ini hosil qiladi. Havoning qanotga nisbatan harakat yo'nalishi nisbiy havo oqimi deb ataladi. Akkord chizig'i bilan havo oqimi orasidagi burchak bu hujum burchagi yoki ingliz tilida angle of attack deb nomlanadi. Samolyotning havoda uchish tezligiga havo tezligi deyiladi. Samolyot ikki tarafdagi qanotlarining proyeksiyasi esa qanot yuzasi hisoblanadi. Ma'lum hajmdagi havo molekulalarining massasi havo zichligi deyiladi. Masalan, molekulalar soni ko'p bo'lsa, havo zichligi ham yuqori bo'ladi. Bu yerda Cl ko'tarish koeffitsiyenti hisoblanadi. Rho havo zichligi, V havo tezligi va S qanot yuzasi. Ko'tarish koeffitsiyenti qanotning aerodinamik shakli va hujum burchagiga bog'liq bo'ladi. Shu sababli hujum burchagi ko'tarilish koeffitsiyentining asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Ushbu formula shuni ko'rsatadiki, agar o'zgarmas ko'tarish kuchi kerak bo'lsa, havo tezligi oshganda hujum burchagi kamaytiriladi va aksincha. Misol uchun bu ikki samolyot ham bir xil lift hosil qilmoqda va barqaror parvozda. Yuqoridagi samolyotning hujum burchagi kattaroq. Shuning uchun u past tezlikda uchadi. Pastdagi samolyot esa kichikroq hujum burchagiga ega, lekin tezligi yuqoriroq.